Writing especially, I really love it. Yana bitta test takerimiz TOEFL imtihonini topshirdilar. Hozir o'zlaridan imtihon prosesslari qanaqa bo'lganini, nima jarayonlar yoqdi, qaysi jarayonlar yoqmadi, o'zlaridan feedbacklarni so'raymiz hozir. Hozirgina imtihondan chiqdingiz. Qanaqa bo'ldi imtihon? Imtihon yaxshi, sharoitlar вообще zo'r. Prosta qiynalgan taraf ozgina readingda, har doimgidek ozgina hesitation because of the multiple choice. No, boshqa sectionlar yaxshi bo'ldi. Writing especially, I really love this section. Yeah, IELTS'larga tegishli bu. IELTS writingdan juda katta farq qiladi, chunki IELTSda nima yozishingizni o'ylab o'tirasiz. Navbatda savollarni o'zi ham даже paraphrasing qiladigan narsalar ham yoningizda shunday kompyuterda turgan bo'ladi. O'sha narsasi just amazing. Reading qismida qaysi joylar yoqdi? Highlighted words, ya'ni nimaga mana shu narsa keldi passageda yoki buni yaqinroq meaningi qaysi? O'sha narsalar prosta ko'pchilik aytadi, o'qish kerak. No, o'qimasdan topsa ham osonda. O'shani topish. I will recommend everybody to take TOEFL. Okay. 120 olguncha to'xtamaymiz. Xudo xolisa rahmat Sumaya, bizani test markazi tanlaganingiz uchun.